Sezgür odamxo'r laham. Lahang rostini kelganmidi? Hamda ishongansan? So'z kemisini haydab tez ovoyaga opa. Ma'qul. Lahang ajab qo'rqinchli kino. Shu emas bu. Qo'rqinchli. Nima degan jiq lahang bu? Ajab hayvatli ko'rinadi ekan deysan. Qaranglar, lahanglar xuddi harbiy paraddan o'tgandek shunday xiratik tizilibdi. Bu lahanglar oldin uzib ketgan lahanglar bilan o'xshamaydigan bu. Oldida bir lahang borkan, keyin odatdagi lahanglar to'pi uzilgan. Eng oxirida isiz ot lahanglar to'pi uzilgan. Biz lahanglar podshohligining bir yig'ilishiga ulgurib yiqqaga o'xshaymiz. To'g'ri, oldida bir lahang yo'l boshlabmanda, ondan odatdagi lahanglar ketyotdi. Undan keyin isiz ot lahanglar to'pi uzib ketyotdi. Endi lahang askarlar podshohni qo'dab keldigan bo'ldi. Voy, shundaqmi? Bek yaxshi bo'ldi. Lahanglarning podshohini ko'rib oldigan bo'ldik. Qaysi qiz bola uni o'xshaydigan-da? Qaranglar, lahanglarning podshohi kelyapti. Tez kelmamsan. Nimandaq kelmaydigan-da, tez kelsan-chu. Acaba aniq ko'ramadim. Haras. Chiroq bormasmi? Neymiş bo'ldi? Endi aniq ko'ralaydigan bo'ldim. Lahang bizga qarab kelyapti-mi? Kenyo, qalayim chiqildi. Kenyo. Hergiz medirlama. Medirlasang lahang seni boyqab qilib yeyapti-da. Kepsiz aka, men chidayamadim. Bardoshlik bagi. Ne bo'ldi? Nima bo'ldi? Chatoq bo'ldi. Lahang bizga qarab kelyapti-da. Kemini qo'zg'ataylik, tez bo'laylik. Kenyo, qara qolgan ishimga. Men qisdan qilmoqman. Bo'ldi, talashmanglar. Lahang qo'llab kelyapti-da, chapsan bo'laylik. Chiq o'tiringlar. Suratni tezlatdim. Chapsan bo'laylik, tez bo'laylik. Yo'g'on xodi tashba ekan. Nima degan qo'rqinchli? Oyjon. Kemi so'qiladigan bo'ldi. Endi qanday qilamiz kepsiz aka? Men material izlab boqay. Yaxshi amal bormikan? Ko'rib ondan javob beray. Dengizdagi nurg'un baliqlarning ichida eng vahshiysi ham qo'rqinchligi odamxo'r lahang. Uning ismini anglagan odamning teni shurkinidir.
Odamxo'rlarning tishi o'tkir pichoq bisidek bo'lib, tishining ustida harisimon tishlari bor. Ular xuddi o'tkir hargil o'xshaydi. Bu tishlar tashib tizilgan bo'lib, odamxo'rlar o'ljini ko'zini yumib boshqachalar qiymi-chimi qilyotdi. Burun birsi yangi kol go'shtini ishlatib sinov qilib boqqan. Odamxo'rlar go'shtni tishlaganda, sinash sonliq ma'lumotiga asoslanganda, odamxo'rlarning osti-ustidagi tishlarining chaynash kuchi 2 tonna bo'lgan. Odamxo'rlarning tishlari odatda oldi-kayni ishqirab tizilgan bo'lib, modda almashtirib turadi. Oldidagi koni tishlari ufrab ketsa yoki narsa yeyotganda sunib ketsa, o'zligidan tushib ketadi. Kaynadagi tishlari o'zligidan oldiga surilib, koni tishning o'rnini bosadi. Bu odamxo'rlarning oziq-ovqatlaydigan hayvonlarni tutib yeb, fiziologik tadrijiy taraqqiyot bosqichini boshdan kechirganligidan bo'lishi mumkin. Odamxo'rlar ko'mirchaklik beliq turiga kiradi. Biroq u tuxum tug'ib ko'paymay, tirik tug'ib ko'paydi. Bu odamxo'rlarning intoyin nachar muhitda tadrijiy taraqqiy qilganligidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda hech kim odamxo'rlarning tuqqanligini ko'rmagan. Odamxo'rlarning soni bek oz, yurish-turishi bek sirliq bo'lg'achqa, kishilar o'zlari tutib olgan odamxo'rlarning qo'sig'ida tiriklarning bolasini ko'rgan. Odamxo'rlarning muhitga moslasha oladigan alohida iqtidori bor. Uning badani uzun, so'ngki nihoyat mustahkam ko'mirchakdan tuzilgan. Quyruq baloqchisi cho'ng ham kuchli bo'lib, harakat qilish iqtidoriga ega bo'lib qolgan, yana dushmaniga hujum qilish iqtidoriga ham ega. Uning proshezm intoyin kuchli bo'lib, ozroq qon hidi bilan lahangni o'ziga torta oladi. Qon hidi? Amal topdim. Yangi go'shtni tashlaylik, ha? Voy, yangi go'shtni rostila tashlab etamdi. Oyjon, chopsam mingla. Fefiyaga yangi go'shtni tashlab etamdi, tashlasak ziyon bo'lmamdi. Asta, gap qilmay tashla. Bula. Voyjon. Hozir degan qanday vaqt? O'shishlik go'shtim tashlashga ko'zim qiymatamda. Voyjon, lahanglar yana kiyimini so'qiyotdi. Voyjon, ular go'shtni ko'midimikin? Voyjon! Endi qochamaydigan bo'ldi. Voyjon! Lahanglar ketdi. Bu qatim lahanglar aslida ketdi. Yaxshi bo'ldi. Oxiri qutuldik. Voyjon, o'sha yangi go'shtlarni bekodala tashlavatdik desa. Tavatgan gapingni. Kenyo, hamma savallik senda. Bo'ldi qila, kapsiz ukam. Kenyomo qiziqib shunday qilib qoldi. Biz tekshirishimizni davomlashtiraylik. Yo'lga chiqaylik. Kichik do'stlar, qiziqarli karton filmidan o'zirlab oldinglar. Endi mukofotli savol-javob bosqichiga keldik. Kichik do'stlar, bugungi mukofotli savol bunda. Filmdagi odamxo'rlarning tishlash kuchi qancha tonna keladi? Birinchi 4 tonna, ikkinchi 3 tonna, uchinchi 2 tonna. Kichik do'stlar, to'g'ri javobni topdinglarmi? Topgan bo'lsanglar, o'zinglar turistlik joyidagi mukofotli savol-javob qiziq liniyasiga telefon bersanglar, katta mukofotlarga erisha olasizlar. Sizlar yana mamlakatlik mukofotli savol-javob qiziq liniyasi 168 99 199 ga telefon bersanglarmi bo'ladi? Bizda mukofotli savol-javob qiziq liniyamiz. Kichik do'stlarga ko'k mushuk markali velosiped, o'yinchoq, yana texi VCD plastinkalarni tayyorlab qo'ydi. VCD plastinkasini ko'rib bo'lib, mamlakatlik mukofotli savol-javob qiziq liniyasi telefon bersanglarmi katta mukofotga erisha olasizlar. Har qarorda 60 nafar kichik do'st mukofotga erisha oladi. Mukofotga erishgan kichik do'stlarning tizimligini darajadan tashqari ko'k mushuk tor bekitida e'lon qilamiz. Kichik do'stlar, unutib qolmanglar. Ham bilim egilib, ham katta mukofotga erisha olasizlar. Tez harakatga kelinglar. Bo'ldi, bugungi programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Hadi ko'rishaylik. Xayr xo'sh.